Xullas, Keramik Pro'ni men reklama qilmoqchi emasman, просто sifatli mahsulot ishlatayotganimizni hammaga ko'rsatib bermoqchiman. Test qilamiz, ikkita test qilamiz. Birinchisi, mana hozir kapotda yarmi keramikka surilgan, yarmi surilmagan. Mana hamma shunday tepasiga shunday qo'ysa, mana bu turibdi. Ko'rasizlarmi? Shunday ro'parasiga qo'yamiz. Tushib ketdi. Xullas, bu birinchisi, endi ikkinchisi. Xo'p, mana bu chelediga suvga aralashtirilgan anaqa turpo, loy. Shuni hozir sepamiz. Qani qanchalik effekti bo'ladi? Qani 1, 2, 3. Dadam! Mana bu tarafni ko'rasizlarmi? Qup-quruq, mana qup-quruq. Mana bu yoqda qolib ketdi. Bu yoqdan yana bir sepib. Bu yoqdan. Xo'p, mana bu yoq tarafdan yana sepamiz. Ko'rib turganinglardek effekt bor. Mana bu yoq tarafi mana oralari quruq, mana bu yoq taraflari mana loy bo'lib turibdi. Xudo xolasa Keramik Pro nomer 1 hozircha. Shuning uchun qimmat bo'lsa ham maslahatim Keramik Pro ishlatinglar.